Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuh. Kaderlik Facebook'taki dünyanın her kaçı caylardaki kırındaşlar hem onlarınki muşu vakti ve bundan kiyinki vakti bu dünyalıkı ve o dünyalıkı iki alemdeki hayırlık olsun canım dostlar. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan hazır sizlerge Allah'ın cennet salamı olgan Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni yo'llab turibman canım dostlar. Ovozni yaxshi kelib etibdi. Tunigan biz va'da qilgandek bunu Yürek Devleti degan bu kitaptan keyin yeni bir kitapni başlamoqchi bo'lgan qadrli qarindoshlar. Yürek Devleti shunda qilib tugidi. İnşallah bundan menfaat edişinlarni, ağalıqınlarga işinime qadrli qarindoshlar. Bugün Ramazan yazıları degan bunu kitapni birlikte sizler bilan Facebook'ta öğrenişine başlayımız canım qarindoshlar. Bu ustazdınki Ramazan yazıları Mustafa İslamoğlu yazılar serisi de 21 kitabı var. Bir yeşil kitap keladi. Makale, bu makaleler 3000'dek makalesi var ustazdınki 30 neçenin yaxşı yazgan. Şunun içindeki en ahırki kitap yani 21. kitap Ramazan yazıları. Biz tercümine manıdan başlagan keyin bu kitaplar çıktı. Şunun bilan bunundaki mezmunlarını birleştirip qilgan boldik. Hazır kulağımda meninki Uygurca bu Yürek Devleti degan başka kitaplarga yak olmasa bunu İmamlar ve Sultanlar degan kitapga o'xshash dijital baskı ya qilib chiqqan raqamlik basma qilib chiqqan nimasi yo'q. İnşallah bunu Batur Qarxanlı qarindoshimiz bir tuzitib bersa, imlosi bir qayta ko'zdan kechirgandan keyin şu şekilde çıkarımız belki Ramazan'da bu kitabını bastırıp eğer takipçini xalaydigan kişiler nima qilsa inşallah birer noktal bastırıp takipçimiz mümkün yardımlarga muhtaç bu doğrusuda. Hem de dersine başlap ketaylik qadrli qarindoshlar. Her yili Ramazan kelgende biz hemmimiz qattiq xo'shib ketimiz. Ramazan tugagandan keyin bu ay ajab chikitib qoldi deb bir yaxshi ko'rgan birimiz yo'qolib ketgandek yoki bo'lmasa izdireksiz yo'qolib ketgandek yoki bo'lmasa o'lib ketgandek ashundoq bir xil ko'nglimiz nihoyat yerim holatda Ramazandan ayrilg'imiz kelmaydi. Aslida Ramazanninki maqsadi shu bir ay orqali qolgan 11 ayimizni haqiqiy Qur'onninki nimasi bo'yicha, yo'l yo'riqlari bo'yicha, Payg'ambar alayhisolamning sunnati bo'yicha, boshqa sahobalar qilgandek yoki bo'lmasa Qur'onni o'zining hayotida haqiqiy ma'nosi bilan yashashni xohlagan insonlar yashagan shu xil turmush tartibi yoki bo'lmasa bo'yicha minishni maqsad qiladi. Şu bir aynınki eğer şu bir ayını biz yaxshi o'tkazadigan bo'lsak, inşallah Qur'onni yaxshi tushunib o'qiy olgan bo'lsak, o bizning hayotimizga haqiqatan cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Vaqtimizmi tulumi qis to'yimda boshlaydigan boshqa bir yig'in batdi, iyagimni ulgurishim kerak. Shunlashqa kirish so'z babida iman en büyük imkan degan mazmunni sizler bilen ortaklaşmakçı. Onundan başka bu kitapınki nemisi var? Kiriş sözleri var. Kiriş sözlerini sizler bilen bir kata paylaşıp eteyim. Bu kitap aslında köklem toğrumuzda özara paylaşıp, özara paslaşıp her bir timini ma'lum buraderlerge bölüp bir iş arkalık aşındak tercüme kılıngan keyin onun ayığını biz çıkardık Batur ilişkimiz. Mundarice yani kiri söz Ramazan duası 1. bölüm 3 aylar
Birinci Recep ve Şaban yidlerini Ramazan'dan ağan. Recep ve Şaban iyi, yidlerini Ramazan'dan ağan. İkinci bölüm Ramazan'a kirivatımız. Ramazan insaniyetki birilgen ilahi bir qarzdır. Yıkılış kivatka Ramazan bir an yenilaş purstudur. Ramazan şahsiyetimiz ve cemiyetimizne kurup çıkıcı sahipkandır. Ramazan festival emas. Ramazan bir imkandır. Keldi yine gün mevsimi. Onun dinki şundaqtımı yine hoş geldin. Hoş geldin ama taze hoş tapamadın. Üçüncü bölüm Ramazan şahitim bolsun ki. Ramazan şahit bolsun ki. Onun dinkin aylarının sultanı geldi. Kömür sarayım harap. Onun dinkin küfrüge karşı ruzamne bulsam kaparetim cehennem bolsun degen mavzu. Ramazan bilen keype kaçkan şeytanlar. Bunu biraz aklaylı. Kaderli kırındaşlar. Dördüncü bölüm Kur'an iyi Ramazan. Ey talip, Kur'an'ı keltürgen Ramazan iyini Kur'an bilen kütüp al. Sözlerinin sultanını elip kemigen boz idi, aylarının sultanımı bulamaydı. Sözlerinin sultanını elip kemigen boz idi, aylarının sultanı bulamaydı. Kur'an'ı yüzüdün emez, kalbidin okuş. Ramazan, Kur'an ve paklaniş iyi. Kur'an ve Ramazan birinci, Kur'an ve Ramazan ikinci, Kur'an ve Ramazan üçüncü, Kur'an ve Ramazan dördüncü mavzu. Beşinci bölüm Ruzunu tutuş, üzenli tutuştur. Ey Ramazan, gel bizni tut. Ruzu tutuş, üzenli tutubeliştir. Ruzunu mağrur tutuş, ruzu arkalı beşini tik tutuş demektir. Ruzunun beşini mağrur tutsunuz, ruzumu sizin beşinizni tik tutudu. Ruza ruhunun gızalınışı. Altıncı bölüm ruzunun küçü. Ruzunun küçü. Ruza ve infak. Rahmet, cennet dervazısı içilidir. Ramazan'a hürmet, vakıf medeniyeti, onun denki 7. bölüm infak, itikaf, İran'ı yeniden baykaş diyen mezmun. 8. bölüm ömürgü bedel keçe Kadir keçisi. Kadir keçisi o keçe 30.000 künge beraber keçidir. 30.000 kündüzge. 9. bölüm bir bayram arzulayman. Kalem bilen ügetkeninin namı bilen. Kembegiller bilen hem dosthan buluş. Tolguqunuzdan makbul buluşunu tilep. Şaraplık ruza yaki Türk musulmanlığı. Ruzu bilen Ramazan'ın diyalogu. Ömrü Ramazan boğanın ahiretki bayram buludu. Degen mevzu bilen bununki aslında biz başlagan dedim bu hazırki tema hazırki munderece bunu Ramazan yazıları degen kitapnınki temisi kadarlı kardeşler. Kim biz bunu bu kitap boyunca toluqlab çıktık kadarlı kardeşler. Kiri söz iman en büyük imkandır. Mümkün emas demsen. Bundaq desen qandaq buludu dostum, yarışamdı sana. Nimişki Allah yokta gep qilisan. Bilemsen, Allah yokta gep qilish günahdır. Allah bar, Allah'a iman bar. İman bolsa imkan bar. Allah bar turup mümkün emas deyishga qandaqmı tiling bardı? Yoki bo'lmasa sen qilgan ishlaringga yordamsiz kirishwatsın. Bismillah deyish, men bu ishni Allohning nomi bilan, Allohning iltifoti bilan qilaman deganlikdir. Bismillah deyish
men bu ishqa Allohning nomi bilan tutish qilaman deganlikdir. Bismillah deyish men bu ishda Allohdan yordam so'rayman deyishdir. Bismillah deyish men bu ishni Allohning nomi bilan Allohga topshiraman deganlikdir. Mumkin deganing nemikin do'stim? Agar imkoni bo'lganlar mal dunyosidan ko'p sarf qilsa edi, Allah yo'lida eng ko'p sadiqa qilguvchilarning eng ko'p sadiqa qilguvchilar eng katta boylar bo'lgan bo'ladi. Atrofingga qarab baqsang, ahvolning undaq emasligini ko'rasan. Qolgani shuki, inson bo'lish imkoni bo'lish deganlikdir. Aql bahosiz imkoniyatdir, salomatlik bir imkondir, iymon bo'lsa ming imkondir. Qadrli qarindoshlar. Yana Allah cheksiz iymon sohibidir. Qur'on imkondir. Rasululloh alayhi vasallam imkondir. Namozmi imkondir. Ro'za tutish imkondir. İmkaniyettir qadrli qarindoshlar. Bütün bu imkoniyatlardan qanchalik foydalanding? Masalan, Allohning barliq imkoniyatning sahibi deb o'ylab baqdingmi? Balalaring, oilang yashayotgan zamin, tava bo'lgan madaniyatning kelgusini o'ylashgan vaqtingda, mushularning hammasini o'ylashgan vaqtda Allohning rahmeti va marhamatini o'ylab baqdingmi? Hicretga niyat qilgan bo'lsang, savrning etaklarida yurma. Cho'qqisiga chiq. Cho'qqisiga, ya'ni kuchim tugidi. Sen bana kupoy qil ya Rab nidolari ko'tarilgan pallaga chiq. Agar Makkaning haqqini bergan va bütün imkonlarni tugatgan bo'lsang, yangi imkonlarni paydo qilish uchun Madinaning yo'llariga qarab qadam bas. Düşmanların köp buluşu mümkün. Lekin korkma. Rabbin büyüktür, hemmeden büyüktür. En büyük yalgan, en büyük boğan Rabbinin yardımı bendisinin küçü tükügen yerde andın yitip gelidir. O yer del sabırның çoqqısıdır, canım dostlarım. Qani tirish ve tırmaş, yamaş, yuqurga, texmi yuqurga, en yüksek pellige. Sabır çoqqısıdır nemi ba? Allah vədi qılğan yardım ba. Allah vədi qılğan yardım nemi üçün o yerdə? Çünkü o yer bendenin taqıtı tüyüyen nokta. İlahi yardım. Bende berdaşlık birelmedim yara diyen vakitte kelidu. Bu sünnetullah'dır. Bu Allah'ın özgermez adetidir. Paraset sünnetullah aldığımı kelsin dep saklaş emez, onunla masıştır. Allah'ın birlik hareketinin sırrını yiyiştir. İlahi hareketinin sırrı çöküp, nemi qilish kerak bo'lsa, shuni qilishdir, canım dostlarım. Emisi qandaq bo'ladi bu ish? Yani vaqtmo az qoldi qadrli qarindoshlar. Bu kitobninki biz eng dastlabki Tor kitap deb izlesanglar qadrli qarindoshlar, mana bu kitobninki app kitabını en burun yasalgan app kitap, şu Android app kitap, Ramazan yazmaları degan bunu app kitap, bu bek chiroyli Android telefonlar uchun. Endi biz bu iOS sistem, yani alma telefonlar uchun taxabi nima yasab bakmadık. Onu yasashma biraz qo'limizdan kelmaydi. Yasab birdigan buraderlarmi bugün haq bermasak bo'lmaydi ekan, biraz pul ketadigan ish ekan. Hozircha mushu yazmaninki shu Android nusxasini, Android app kitap nusxasini ko'rib tursanglar qadrli qarindoshlar. Onun uchun biz buni tayyorlab sizlarga
tor kitap nusxasını, PDF nusxasını mı çıkarıp koyumuz. Ramazangacha tayyorlik qilishinglarni umid qilamiz. Yani Allah va'da qilgan yordam nima uchun u yerda? Chunki u yer bandaning taqati tugagan nuqta. İlahi yordam banda bardoshlik berolmadim, ya Rab degan vaqti keladi. Bu sunnatullahdir. Bu Allah'ning o'zgarmas odatidir. Parasat sunnatullah aldığımı kelsin deb saqlash emas, onunla maslashishdir. Allah'ning birlik hareketining sirini yeyishdir. İlahi hareketning siriga cho'kib, nima qilish kerak bo'lsa, shuni qilishdir, jinim do'stlar. Eğerse qanday bo'ladi bu ish? Asan dostum, bu ish bek asan. Bu formularni unutma. Burunqilar nima bilan nijotga erishgan bo'lsa, keyingilarmo o'xshash narsa bilan nijotlikka erishidi. Nijotlik topadi. Payt o'zgirdi, zaman o'zgirdi, makon o'zgirdi, imkon o'zgirdi, organ o'zgirdi. Faqat odat o'zgarmaydi. Eng aqalli ojizliklari va yoki fazilat nuqtasidan insan o'zgarmaydi. Dostum, insanın qimmatini yodida ching tutish kerak. Faqat bo'lmaganda kulub tutqanlardek hayajon va sevgi bilan, shishqal atqanlardek umid va orzu bilan, gelig'ichi gunohlarga patqanlardek jasorat va jur'at bilan ching tutish kerak. İnsanni e'tiborlash va uni isloh qilish, tugashgan insonni qayta yo'lash kerak. Buning uchun qalbga ochilgan eshikni tepib, qiqib beqish kerak. Ochilmaydi deb umidsizlanib, voz kechmaslik, kunlab, haftalab, hatto oylab saqlash kerak. Agar eshik ochilsa, Kabe'ga kirgandek to'lib toshgan hayajon bilan sevgining eng yuqori pallisi bilan kirish kerak. Qalblarga tutashgan yo'llarning xarita kompaslarining o'rnini vahiy, Qur'on elishi lozim. Qur'ondagi oyatlarga Qur'ondagilarni urug' bilan tuproqni, go'sht bilan tirnoqni, ona bilan balini, bulbul bilan gulni uchrashtirgandek uchrashtirish zarur. Qilishga tegishlik asli ish bu yo'lda harakat qilishdir. Xuddi Qur'on shoiri Akifning aytganidek, Allohga yulan, onunga sevin, hikmatga ram bol, yo'l bo'lsa mushu yo'l, bilmedim boshqa chiqar yo'l. Allohga yulan, g'oyangga, tavfiqingga ulishasan, Qur'onga esilmasan agar baxtsiz bo'lasan. Ro'za tutqin dostum. Ro'za tutsang, o'zingni tutgan bo'lasan. Chunki ro'za tutish o'zini tutishdir. O'zini qimmatga ega qilishdir. O'zingni Ramazon qil dostum. Ömrü Ramazon bo'lganning oxiratdagi bayram bo'ladi. Jinim dostlarim. Endi keyingi mazmun birinci bab Ramazonga kiryapmiz degan mazmun keyin qadrli qarindoshlar. Vaqtimiz az qoldi. Men bu kichkina mazmunni birlikda o'rganib etib, ondan keyin bu bugungi darsimizni mishal oyoqlashtiramiz. Birinci bab Ramazonga kiryapmiz. Ramazon insoniyatga berilgan bir ilohiy qarzdir. Siz Ramazonda nimani kutgan bo'lsangiz, onunga erishsiz. Ramazonni g'izalanish iyi deb qaraydiganlar uzuqlanadi. Ramazonning ularga elib keldigini qizirib pishgan nonlar, tatliq turumlar, go'sht girdilar, go'shtlardan iboratdir. Bunda qaraydiganlar Ramazondan samirib chiqadi. Ramazonga farz tutish iyi deb qaraydiganlar uruqlash uchun farz tutgan bo'ladi. Ramazonning ularga elib keldigini texmi yenik vujud, texmi inchikilgan badandir. Ramazonga mashrab ko'zi bilan qaraydiganlar soyivallar ostidagi ko'ngil ichish yerlarida o'ynab olish bilan Ramazondan bahir oladi.
Daqudumbaq, Nag'ru Sunay usul tamasha bilan kutib elishgan Ramazondan oxirida ularga qoldig'ini huzur va halovatdir. Ramazonga Qur'on vahiy bizga hadiya qilgan ilohiy qarz deb qaraydiganlar bo'lsa, Ramazonni safoliq inson bo'lib chiqishning tepilmas bir fursati deb e'tiborlaydi. Safoliq inson yatoq, oshxona, hojatxona va ishxonaga bog'lanib qolishga rozi bo'lmagan insondir. Bahosi emas, qimmati bo'lgan insondir, jinim do'stlar. Yürüyünün buzulgan yerlerini o'ngshaydigan, aqlning xarob bo'lgan yerini tuzaydigan, ishki dunyosining o'tmi tüşük bo'lib ketgan yerlerini itadigan, evining buzulgan yerlerini remont qiladigan, irodasining yo'qolib ketgan qismini topadigan, shaxsiyatining kamtuk bo'lib qolgan yerlerini to'liqlaydigan fursatdir Ramazon. İnsan bu. Yani nisyan. Yani unutqaq məxluqdur. Üzünü, məsuliyetini, ornunu, qimmetini unutuydu ve həddidin aşıdı. İslişidu, tatlışidu, kirlinidu, şoruluşidu. Bu sebepten insanlığıma bir yıllık tekşürüşke ihtiyacı var. Bulup mu, eçirqab ketken ruhlar toyguzulmasa, мәневи ölümler başlanıdı. İzimler insanga qurusqanın aç gellikini xabar qilguchilardir. Enzimlar insanga qurusqanın aç gellikini xabar qilguchilardir. Oshqozonning bosh qolganligining xabari bu enzimlar orqali miyaga yetkaziladi. İnsanlar och qolganligini bilgandan keyin yeydigan narsa izlashga kirishadi. Lekin insan ruhining ochliqidan qo'rsoq ochliqidek o'ng'ay xabarda bo'lolmaydi. Chunki ruhning enzimlari yo'q. Ko'pincha inson ruhning ochliqidan, ma'naviy o'limida sakratga tushgan holatidami bexabar bo'lib qolishi mumkin. Qur'onning bir ta'biri bordir. Ular ilimsiz, aqlsiz, farosetsizlikda go'yo tamg'u yulab qo'yilgan, chirib ketgan po'kutaklarga, yog'ochlarga o'xshaydi. Munofiqun 4-oyat. Qur'on bu atalg'uni nifoqqa o'xshash, boshqa sabablar bilan ichi bo'sh, teshi ishidimi qimmatlik holga kelib qolgan tirakka o'xshash, ishidan chirib ketgan inson turlari uchunmi qo'llanadi. Kiyvagan kiyimlari özlerinden qimmatlik bo'lgan kishilar ishini setib, sirtiga yigizib, kuygizgan atalmış insonlardir. Ramazon dal inson ichining quruq bo'lib qolishining oldini oladigan ilohiy tadbirlardan faqatla biridir. İnsanlarga bir muddat tashqi dunyosini, ichki dunyosining keyniga qo'yishini tavsiya qiladi. Ruhiy kutunishning jismoniy kutunishdan muhim ekanligini o'rgatadi. Ramazon ijtimoiy jihatdan insonga ega bo'lgan mol dunyolarining aslida Allohning uningga imtihon uchun bergan omonat ekanligini eslatadi. Ham bahrilanishni bilganlar bu sinoqdan o'tadiganlardir. Ko'ngil ishkini Ramazonga ochganlar qo'lini va ishikini yo'qsullarga ochadi. Bu noktalar nazarda tutulganda Ramazon insonlarga berilgan ilohiy bir qarzdir. Bu qarzni ba'zilar hamon so'rgandek so'rib, isrof qilib, xajlab tugatsa, yana ba'zilar uni elib, hassalab oshiradigan ma'naviy sarmoya qilib foydalanadi. Yo'qsullashgan ichki dunyosini uning bilan beytidi. Kimligini va kishiligini taraqqiy qildirdi. Texmo mazmut turdi. Toygu ve düşünce derecesini yukarı götürdü. Müslümanlar her Ramazan'da cemaatinin yarısını teniş için bir seferberlik zamanı da biliş gerek. Fakat aç ve yanılışlarının yardımıyla emez, din ve iman cihetten namratlaşıp ketkenlerimi yardım kılış için aldırışı gerek. İtiqat yoksulluğu maddi yoxsulluqdamı bəkirək,
korkunçluk akıbetlerini elip gelirdi. Halkara teşkilatlardan haksız yardım alışınız mümkün. Fakat din ve iman yoksulluğuna duçar bolgan bolsanız, qaysı halkaralık organının işini qaqsız. İtiqad namuratlıqını fakat ve fakat iman, əxlaq ve fazilat baylığı bilenler yengili buludu. Ramazan del şu baylıklarının mənbəsidir. Ramazan del şu baylıklarının mənbəsidir, cenim dostlar. Ana olsa kadarlı kırnaşlar bugünkü Ramazan yazıları diyen bunu dersimizni Michel tüketken bulduk. App kitabını Tor kitaptan çürüvasanlar buludu. İnşallah ete davamını silebilen öyümlü paylaşımın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet bulunlar.